1xBet ilovasini yuklab olish uchun brauzeringizda bukmekerning hamkor sayti PulTop saytiga kiring. 1xBet skachatni Android tugmasini bosing va siz dasturni yuklab olishni boshlaysiz. APK fayli yuklab olinmaguncha kuting. O'rnatish faylini oching va dasturni o'rnatishni boshlang. O'rnatishdan so'ng dastur viruslar uchun tekshiriladi va agar muvaffaqiyatli bo'lsa, dasturni ochishingiz mumkin bo'ladi. Ilovasiga birinchi kirish ro'yxatdan o'tish bilan birga keladi. Bu yerda siz telefon yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tish usulini tanlashingiz mumkin, lekin men hammaga usulni tanlashni maslahat beraman, bir bosishda. Shundan so'ng siz avvalroq sport yoki kazino uchun bonus o'rnatib, darhol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Keyin Zurbonus promo kodini kiriting. Adin xBetda ro'yxatdan o'tish uchun yashil tugmani bosing. Tabriklaymiz! Endi siz bonus olishingiz va sportga pul tikishingiz yoki o'yin o'ynashni va g'alaba qozonishingiz mumkin.